Ishchi oilasida tug'ilganmiz. 3 o'g'il, 1 qiz edik. Dashga borib mollarni boqib, haligi dashlik kengliklarga dod deb qo'shiq aytib, niyatimiz boshqa soha bo'lgan. Bog'zon san'atkor ishlab chiqaradi desak ham bo'ladi. Men xohlamayman san'atkor bo'lishni. Men avvalambor ustozlardan uzr so'rayman. Baribir kimlardandir qanaqadir yomon gaplar eshitamiz. Ayam sal qarshilik qilganlar. Noto'g'ri gaplar bor-da. O'sha narsa sizga qaysidir darajada tuhmat yoki raqqosalar bilan yuradi deydi, boshqa deydi. Shunga o'xshagan yomon gaplar bor-da. Chunki siz oldindasiz. Tushuntirish kerak bo'lsa aytaman. Xayol kelganmi shu yo'lga kirib ketsam? Ustoz Fozil Qorak shu san'atni tashlayman, o'sha xushnosga o'tib ketaman. Furqat aka Mirzayevning shogirdlari bo'laman. Avlinaga tayyor bo'lmasdan ovozim bo'g'ilib qolgan joylari bo'lgan. Yig'lagan paytlarimiz bo'lgan. Ovozim o'zimga javob bermasa, 5 yil davomida shundan qanaqa tarbiyalar olgansiz? Bari san'atni tashlayman deb san'at sohasiga kirishni xohlamayman. Boyagi negativ savollar, qahramon aka, qahramon doirachi deydimi? Shu insondan so'rardim, bugun qayga to'ylaringiz? Ozodbek Nazarbekov hamma tanishni xohlayman meni. Talab ko'paygandan keyin ustozdan so'rab, ham 2003-yilda katta sahnaga chiqib qo'ygan Jahongir Foziljonov Zilim barakan hayron zilim shu suhbatlarimiz yaxshi o'tsin. Sizlar o'ylagandan, biz o'ylagandan ham ziyodini Alloh bersin. Zo'r promouterlar bo'lib, mana shu dargohlarda ham klientlari bundan ham ko'paysin. Allohu akbar. Assalomu alaykum, bizni kuzatuvchi Samarqand Yulduzlar TV muxlislari. Mana bugun yangi sonimizni tasvirga olishga keldik. Mana bugungi qahramonimiz Samarqandimiz yulduzi, rahmatli ustoz san'atkor Furqat Mirzayevning shogirdlari Sanjarbek Rasulov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Assalomu alaykum. Mana shu Samarqand Yulduzlari kanalini boshlovchilari, tashkilotchilari, hammalaringizga assalomu alaykum yana bir bor. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sog' salomat bo'lingizlar. Avvalambor assalomu alaykum Sanjar aka. Assalomu alaykum. Bizning taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun rahmat. Birinchi savolimiz o'zingizning yoshligingizdan boshlasak. Oila, a'zolar, o'zingizni tanishtirsangiz. Men o'zim asli Tayloq tumani Bog'zon qishlog'ida tug'ilganman. Oddiy ishchi oilasida tug'ilganmiz. Endi bobomiz, otamning otalari hofiz bo'lganlar. Keyin tog'a tarafimizda ham hofizlar bor, san'atkorlar bor. Shu yoshligimizdan shu ashula aytib, qirgoy qilib yurib mana asta-asta mana san'atga kirib kelganmiz. O'zimiz Bog'zonda tug'ilganmiz. 1984-yilda mart oyida, bahor oylarida tug'ilganmiz. Oilangiz haqida ma'lumot. Ota, ona, aka-ukalar, farzand. Biz oilada 4 ta, 3 o'g'il, 1 qiz edik. Hozir akamiz o'tib qolgan, hozir ikkita o'g'il, 1 qiz qolganmiz. Otam olamdan o'tganlar. Ayam hozir hayotlar, umrlari uzoq bo'lsin. Bizni boshimizga sog' bo'lsin. Shu farzandlarimiz bor. 2 o'g'il, 1 qizim bor. San'atdagi yo'nalishingiz bo'yicha qachon boshlagansiz shu yo'lda? San'atga kirib kelishimiz biz yoshligimizdan aytganimda, yoshligimdan shu yosh bizda qishloqchilikda o'zingiz bilasiz, dashga borib mollarni boqib, haligi dashlik kengliklarga dod deb qo'shiq aytib o'sha bobomizni, otamning otalarini katta otam derdik. Katta otamizni o'sha hofiz bo'lganligi sababli bizga ham ozgina o'sha katta otamizdan yuqqan san'at va taomlar bor edilar. Taom Xudo rahmatli san'atkor edilar. O'shalardan yuqib, shularga qiziqib, ayrim o'zimizga yoqqan qo'shiqlarni dod deb qirgoy qilib aytib yurardik. O'shanda yonimizdagilar, "Ha, sen san'atkor bo'lsang bo'ladi, ovozing chiroyli" derdi. Asta-asta shu maktabda o'qidik. Maktabga ham o'zimiz yashinib, bu yoqqa yashinib qo'shiq aytib yurdik. Lekin tadbirlarga qo'shiq aytmaganman maktabda. O'zi niyatimiz boshqa soha bo'lgan. Xushnoslik sohasiga kirmoqchi bo'lganman. Lekin borib 11-sinfda bitirgan paytlarimizda shu san'atga bo'lgan qiziqishimiz bizni yanada nima bo'lgani, tortgani o'sha tog'am hozir ham hayotlar professor Erkin O'rinbayev
o'sha kishi Samarqand davlat universitetidagi musiqa ta'lim fakultetiga meni o'zlari yetalab olib borganlar, o'sha yerga o'qishga qo'ygan. O'shandan asta mana san'atga qiziqib ketganmiz. Oilangizda katta otangizdan tashqari yana biror kishi bormi san'at yo'lida? Yo'q, oilamizda yo'q, lekin ayamni akalari, Xudo rahmali Hasan tog'am bor edilar, doirachi ko'plar taniydi, bog'zonliklar, o'zimizga tegishli odamlar taniydi, qo'shiq aytardilar doirachi olib. Shu insonga qiziqib, shu san'at yo'liga kirganmiz. Bundan tashqari ko'p ustozlarga qiziqqanmiz. Yoshligimizda mol boqib yursak, qo'y boqib yursak, shu to'ylar, ma'rakalar, tantanalar bo'lgan payti ustozimiz Xudo rahmali Furqat aka Mirzayev kuylardi bir. Bundan tashqari Komiljon Barotovlar, mana Sobir akam ko'p san'atkorlarning ovozlarini eshitib o'zimizdagi. Endi Bog'zonda juda san'atkorlar ko'p, o'zi bilasizlar. Bog'zon san'atkor ishlab chiqaradi desak ham bo'ladi. Umuman Tayloqda san'atkor ko'p. Shularga qiziqib mana asta mana san'at yo'lini tanlaganmiz hozir mana. Qo'shnim qizi ertalab sochlarini taraydi, derazadan mo'ralab menga zimdan qaraydi. Gulirano qo'shni qiz, oshiqaro qo'shni qiz, gulirano qo'shni qiz, ko'zi shahlo qo'shni qiz. Bovcha terib beraymi, kel yonimga qo'shni qiz. Bovcha terib beraymi, kel yonimga qo'shni qiz. Oiladagi farzandlaringiz? Farzandlarimiz shu 2 o'g'il, 1 qizim bor. Bitta o'g'limiz sal qiziqadi san'atga. Lekin meni fikrimni olayotgan bo'lsak, men xohlamayman san'atkor bo'lishini. Sabab? Sabab men avvalambor ustozlardan uzr so'rayman. Bizlarni balkim ustozlar kuzatib qolishi mumkin. Bizdan yoshi katta, ulug' bo'lgan ustozlar, biz ustoz deb bilgan insonlardan uzr so'rayman. Sababiki san'atda yurib bizlar misol uchun kam bo'lganmiz, Xudoga shukr, lekin juda qiyin san'atkor. Juda qiyin san'at sohasi juda qiyin. Sababiki hozirgi kecha kunduzda yanada qiyinlashdi. San'atkor ko'p. Kompyuter degan narsa chiqib qoldi mana falakti gardishi bilan. Har xil programmalar chiqyapti. O'shani hisobida qiyin bo'lib qolyapti-da, juda qiyin. Shuni sababdan keyin boshqa soha vakillari, yaxshiroq sohani vakillari, odamlarga ko'proq yordami tegayotgan sohani vakillari bo'lishini xohlayman farzandlarimni. San'at sohasi ham ko'plarni yaxshi kunlariga xizmat qilamiz, to'ylariga xizmat qilamiz, tantanalariga. Lekin baribir kimlardandir qanaqadir yomon gaplar eshitamiz. Shuning uchun san'atni noni sal qiyinroq, shuning uchun xohlamayman farzandlarim. Hozirgi vaqtda siz farzandingizga xohlamayapsiz, rad etyapsiz. Sizda ham bo'lganmi shu yoshligingizda otangizmi, onangizmi yo qo'yib qo'yishdi, yo o'sha katta otangizmi? Ha, o'qishga kirishga o'sha teatralniy institutga kiraman deb axir o'zim qaror qilgan paytimda ayam sal qarshilik qilganlar. Sababi nima qilasan san'atkorlikda? Endi tog'amlar yurgan paytlari, o'sha davrdagi ustozlar biladi, sal sharoit boshqacharoq bo'lgan sharoit. Shuni tasavvur qilganlar, nima qilasan san'atga kirib, undan ko'ra o'sha o'zing qiziqarding. Huquqshunoslik sohasida, yuridik sohasida ketgin deganlarda men aytganman, yo'q, hay shu san'at sohasiga qiziqdim deb borib kirganmiz o'qishga qo'limizdan kelgancha. Kam emasmiz, kam emas, hammasi yaxshi. Shu aytayotganingizda san'at ichida ba'zi bir noto'g'ri gaplar bor-da. O'sha narsa sizga qaysi darajada tuhmat yoki shunaqa holatlar biza qanday chiqib ketasiz? Yo bu artistda kimdir bor yoki nimadir degan gaplar bor-ku ichida. O'sha gaplar. Qanaqa ma'noda endi bu? Endi nima desam, raqqosalar bilan yuradi deydi, boshqa deydi, shunga o'xshagan yomon gaplar bor-da. Balkim siz qilmagandirsiz, kimdir sizga shu narsani tuhmat qilsa, qanday chiqib ketasiz uni? Endi bir tarafdan meni qanaqadir yaxshi tarafimni yoki yomon tarafimni kimdir muhokama qilsa, men undan xursand bo'laman. Aytadi-ku, sizni orqangizdan kimdir gapirayotgan bo'lsa, xafa bo'lmang. Chunki siz oldindasiz deydi-ku. Shuning uchun san'at sohasida yurganingizdan keyin
boyagi siz aytgan temalar ham bo'ladi, masalalar ham ko'p narsa bo'ladi. O'sha paytda men qanaqadir o'zimni oila a'zolarimga tushuntirish kerak bo'lsa agar shunaqaga shu vaqtgacha to'g'ri kelmagan uni tushuntirish biron marta, chunki oila a'zolarimiz hammasi tushunadi, biz menga ishonadi, hech qachon daveriyadan chiqmaganmiz. Tushuntirish kerak bo'lsa aytaman, mevasi bo'lgan daraxtga doimo tosh otilar degan. Buni ustoz Fozil Qori aka yozganlar. Mevasi bo'lgan daraxtga doimo tosh otilar, mevasi bo'lmagan daraxtning ishqibozi kam bo'lar degan gap bor. Shuning uchun biz unaqa narsalarga ko'p e'tibor bermayman. Unaqa odatlarim yo'q. San'at ichida qanaqadir qiyinchiliklar bo'lgan vaqtda, shu san'at tashlayman, o'sha xushnusiga o'tib ketaman degan vaqti bo'lganmi? Bo'lgan. Nima sabab? Endi shunaqa bo'lganki, men ko'plar biladi, kuzatuvchilar biladi, ustozlar ham, tengdoshlar, shogirdlar ham biladi. Men O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Taylog'imizni, Samarqandimizning asl farzandi Furqat aka Mirzayevning shogirdlari bo'laman. O'zim 2005-yildan boshlab to'y sohasiga yurgan bo'lsam, bir 10 yil ziyodroq o'zim, bir yil ziyodroq o'zim yurganman. Bu yoqdan do'stlar bilan, ustozlar bilan yurganmiz va ustozimiz yonlariga chaqirgan. Endi ustozimizda o'sha payti juda klientlari ko'p, muxlislari ko'p va to'y tantanalari, konsert dasturlari juda ko'p bo'lardi. Men ikkinchi gollos nima deydi? Ikkinchi gollos aytardim, shogird bo'lib. Shu qo'shiqlarni ko'proq aytardik biz. Shu paytlarda bizda ovozimiz tayyor bo'lmagani, o'sha davleniyaga tayyor bo'lmasdan ovozim bo'g'ilib qolgan joylari bo'lganda. Shu ashula aytishga to'g'ri keladi. Zo'r to'yga boramiz, ma'rakaga, endi shu narsa talab qilyapti. Ovoz chiqmaydi. O'sha shunaqa paytlarda men o'zimni o'tkazganman shu nimani. Chiqib o'sha to'yxonadan chiqib yig'lagan paytlarimiz bo'lgan. Nima uchun shu sohani tanladim? Bitta ovozim o'zimga javob bermasa, bitta qo'shiq ayta olmasam, nima kerak edi men o'zimni qiynab deb o'sha paytlari san'atni tashlayman degan joylarim ham bo'lgan, lekin ustozni yonida bo'lganimiz uchun ustozni podдержка deydimi ruschasiga, qo'llab-quvvatlashlari menga juda ko'p dalda bergan va hozirgacha mana Xudoga shukr kam emasmiz. Kimdandir kam, kimdandir ziyod, kimdandir kam. Bitta farzandingiz nomlarini ustozingiz nomlariga qo'ygan ekansiz. Adashmasam kichkinasi. Kichkinasi. Shuni xohlaysizmi, shu ustozingizning yo'lidan ketishlarini? Nimagadir buni xohlamayman deganingiz uchun? Endi odamgarchilik yuzasidan xohlayman. San'atkor yuzasidan ham o'sha ustozimning darajasiga yetishni xohlayman, lekin umuman men boya aytdim-ku, san'at sohasiga kirishni xohlamayman. Sababi men ko'rdim, ichkariga kirib ko'rdim. Hech qachon men nolimayman, misol uchun xalqimizdan yoki qilayotgan ishimdan yoki kasbimdan nolimayman, lekin o'zgarcha shunaqa qiyinchiliklari bor. Katta ustozlar aytib ketgan bu narsani. San'atni nonini yeyish uchun temirdan tish kerak degan. Bu to'ppa-to'g'ri gap. To'ppa-to'g'ri. Hozir o'zingiz ham bitta ikkita savol beryapsiz. O'sha temirdan tish kerakligini o'zingiz ham mana xalqqa bildirib qo'yapsiz, boyagi negativ savollar. O'sha narsalar bo'lgandan keyin ayrim odamlarni oilalari yoki umr yo'ldoshidir yoki balki kimnidir yo otasidir yo onasidir o'sha gaplarni ko'tara oladi, ayrimlardiki ko'tara olmaydi. O'sha paytlarda salgina ko'p qoladi. Ustozingizga qaytsak, ustozingizga birinchi marta qachon oldilariga borgansiz? Taklif qilganmisiz yoki sizni ko'rib o'zlari shogirdlik olaman degani yo'q? Qancha vaqt oralig'ida u kishi bilan birga yurgansiz? Ustozim, men o'zim institutni o'sha Samarqand davlat universitetini bitiruvchi kurs paytlarimda sostav qilib, do'stlarimiz bilan sostav qilib to'yga chiqqanmiz. Ya'ni ustozlar ham har zaman ustozlar bilan borardik. Endi birinchi meni to'yga olib chiqqan odam inson o'zi aslida to'y sohasiga birinchi olib chiqqan inson, hozir ham hayotlar, umrlari uzoq bo'lsin, ustozimiz Qahramon aka, Qahramon doirachi deydi hamma. O'sha Qahramon akani yonida chiqqanmiz. Ma'rufjon do'stimiz bor edi, Ma'rufjon Yusupov, hozir boshqa sohani vakili. Shular bilan birgalikda chiqib yurganmiz. Keyin asosda Ziyodullo do'stimiz bor edi, birga sostav qilib yurganmiz. Qisqa muddat sostav qilib yurganmiz-da, birga yurganmiz. O'sha shu paytlari
qishloqda to'ylarni, yaxbar to'ylarni o'tkazib yurishimizga men o'zim o'qib yurgan paytlarimda doirachi akamiz bo'lardi, kursdoshimiz Ahmad aka. Shu kishi Baxtiyor Narzuqulov bilan sastavda yurardilar. Shu paytlarda shu insondan so'rardim, bugun qayerga to'ylaringiz? Falon joyga desak, borib tashqaridan tomosha qilib eshitib turardim. Shu qiziqib tojikcha, o'zbekcha aralashtirib shunaqa repertuarimni ko'proq qilgan edim. Shunaqa ashulalarda aytib yurardim. Keyin ustoz san'atkor O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov qo'shiqlarini endi boshqalarda aytishi bo'yicha juda ma'rumaga yetkazib kuylaganmiz yoshligimizda. Shu narsalarni eshitib ustozimiz o'zlari taklif qilganlar meni, chaqirganlar oldilariga. Men jon deb borib yonlarida shogird bo'lib yurganman. 5 yil yurganmiz shogird bo'lib. Yonlarida yurganmiz. Alohida qachon chiqqansiz? Alohida shu 2012-yilda chiqdim. Alohida o'zim sastav qilib chiqdim. Endi ijodni boshlab, balki ustoz bilan yurib ilhom olib, ustoz bilan 1 yil yurganimdan o'zi ilhom olib o'zimni birinchi ilk qo'shig'imni qilganman. Kliplarim bilan qilganman. Keyin o'zingizni qo'shig'ingiz haligi ashula qilib radiodan ketgan o'zingizni qo'shig'ingizni o'zingiz eshitsangiz, men o'zim yoshligimda havas qilganman-da, katta bo'lsam agar san'at yo'lini tanlasam, hamma tanishini xohlayman meni. O'zimni qo'shiqlarim bo'lishini xohlayman deb niyat qilganman va o'sha niyatimga qisman yetishgan paytim boshqacha tasavvur bo'lganda, o'z boshqacha his-tuyg'u bo'lgan. Keyin yana o'sha birinchi qo'shiqdan ilhom olgan holda yana ijodlar qilganmiz, ustozimizning yordamida, maslahatlar olib. Va asosda 3-qo'shig'imni qilgan paytimda o'zimni so'rayotgan odamlar ko'p bo'lgan. 2-qo'shig'imdan o'zimni so'rayotgan odamlar ko'p bo'lganda, hali ustozimga aytmaganman. Keyin yana klientlar, muxlislar ko'payib, talab ko'paygandan keyin ustozdan so'rab, shu 2012-yilda o'zimiz отдельно bo'lib sastav bo'lib chiqqanmiz keyin. Sahnaga birinchi marta chiqqan vaqtingizni eslaysizmi? Esla olaman. Qanday o'tgan? Samarqand davlat universitetida o'qib yurganmiz. Bizlar o'sha paytda musiqa ta'lim fakulteti bo'lardi. Ustozimiz Xudo rahmatli Javodbek Kozimov va hozir chet el safardalar ustoz Ashraf Boboyev rejissyor, qolaversa ustoz Jamoliddin Xumiy o'zimizdan dramaturg va ko'plab ustozlarning yordamida biza o'sha shu universitet ichidan talantli, qobiliyatli bolalarni tanlab komanda qilgan edi. KVN komanda, qo'noqlar va zukolar o'ynardik. Undan tashqari Ilhom teatr jamoasi bor edi o'sha yerda. O'sha teatr jamoasining bitta a'zosi men edim, solistlardan biri. Adashmasam 2003-yilda katta sahnaga chiqib qo'shiq aytganman birinchi marta. Adashmasam shu qo'noqlar va zukolarda aytganman. Bo'lsa, KVNda qatnashgan bo'lsangiz, siz ham Hazilum TVdan xabaringiz bor? Ha, ozgina ko'p emas. Shu vaqtlar ko'proq qatnashganmisiz yo qo'shiq aytish uchun aslida chiqqanmisiz? Yo'q. O'sha nimalarda ham chiqardim, ko'rinishlarda ham chiqardim. Shu paytlarda mana hozirgi san'atimiz yulduzlaridan Jahongir Poziljonov, o'sha paytlar Xudo rahmatli Mo'min Oripovlar, o'shalar ham KVN o'ynardi, qo'noqlar va zukolar o'ynardi birga komandalarda. Bizlar shu sapernik bo'lib o'ynaganmiz, ko'p o'ynaganmiz komandalarda. Hech xayol kelganmi shu yo'lga kirib ketsam? O'sha paytda yo'q, u xayolga kelmagan. O'sha xayolga kelmagani ham chatoq bo'lgan, chunki hozir mana ko'ryapsiz-ku KVN qo'noqlar va zukolarni mana qancha o'sha do'stlarimiz, qadrdonlarimiz, akalarimiz mana ijod qilib, komandalarni tuzib, mana xalqni shuncha kayfiyatini ko'tarish bilan shug'ullanyapti. Lekin baribir o'zimizning soha yomon emas, biz afsuslanmaymiz. O'sha KVN jamoangizda qatnashganlar biron mashhur inson bormi hozir? Birgalikda qatnashganlar. Birgalikda qatnashgan KVN-chi do'stlarimizdan hozir hammasi ko'plari boshqa soha. Menda bizlar musiqa yo'nalishi bo'yicha 2 kishi qatnashardik.
Avaz aka degan kursdoshimiz bor edi, doirachi, hozir u kishi musiqa shkolada, muzikalniy shkolada dars beradilar. Qolgani hamma soha, bittasi informatika ham bor edi yerda, tarixchi ham bor edi, o'zini sohalari bo'yicha ketgan ko'plar. Lekin o'sha jamoalarga chiqib bu ketgani yo'q, lekin hozir yo'q. Ustozingiz Furqat Mirzayevga qaytsak, shu siz 5 yil davomida shunday qanaqa tarbiyalar olgansiz? Ustozimdan juda ko'p narsa o'g'irlaganman. Ustozim o'zi aytardilar menga. San'atkor o'g'ri bo'lish kerak. Qaysi ma'noda? Qaysi ma'noda? Sen men bilan yuribsanmi? O'zing mendan o'zingga kerakli narsani olgin. Nima men seni qaysi xislatim, qanaqa yo'nalishim senga yoqadi, o'shani olgin. Agar boshqa bitta ustoz san'atkorda qanaqadir yaxshi o'zingga ma'qul joyi bo'lsa, o'shani olgin. Derdilar. Men aksariyat ustozdan juda ko'p ustozdan o'rganganman. Qaysida? Shu gapira olmardim. Men bunaqa burrochilik yo'q edi yoshligimda men. Misol uchun qo'shiq aytardim yoki misol uchun xotiram yaxshi edi, juda tez yodlardim, she'rlarni, qo'shiqlarni, lekin bunaqa gapirib, savol bersangiz, bitta savol bersangiz 1 soat o'ylab yoki 10 ta savol bersa bitta javob beradigan bo'la edim. Shunaqa yoshlik edi. O'sha ustoz bilan yurib shunaqa vaziyatlar bo'lganki, shunaqa tarbiyalaganki, kishi meni shunday to'yxonaga, ma'rakaga borsak, assalomu alaykum Furqatjon, to'yda egasi keladi. Assalomu alaykum Furqatjon, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Shu bitta uzr tarafimiz bor-da. Nima uzrli taraf? Shu davrakash suxandonni aytmaganmiz. Sizda bormi desa, bor derdilar-da ustoz. Meni ko'rsatib. Hech esimdan chiqmaydi. Birinchi marta to'yga suxandonlik qilganim Selski, Samarqand Selski taraflarida hovlida Fotiha to'yida xizmat qilyapmiz. Tojik zabon odamlarni to'yiga xizmat qilyapmiz. O'sha yerda birinchi marta Furqatjon shunday deganda bor deb meni ko'rsatib yubordilar. Endi men ustozimga aytayapman, ustoz, hali ashullarni turli ayta olmaymiz. Bu qanday? Yo'q. Sen uddalaysan. Mana shunday, mana shunaqa salom alaykum qilasan, shunaqa deysan deb yo'l-yo'riq ko'rsatganlarda birinchi marta qo'limga mikrofon olib davraga suxandonlik qilganman-da. Hech esimdan chiqmaydi. Hammasini gapirib bo'lib, navbatni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Furqat Mirzayevga beramiz deb shuni ustozga navbat berganimdan keyin rasvo qiling dedilar-ku, ashulani boshladilar-da. Aynan Furqat Mirzayevdan qaysi xislatlarni o'zingizga o'zlashtirib olgansiz? Haligacha o'sha narsani qo'llaysiz. Endi hozir uni gapirsam balkim o'zimni maqtagan bo'larman, balkim. Endi maqtagan bo'lsam ham kamtarinlikni o'rganganman. Insonlar bilan, xalq bilan muomala qilishdi. Va qayerga qanaqa qo'shiq aytishdi. Va odamlar bilan o'sha muloqot qilib, shu fikrini bilib, o'shalarning ko'ngliga qarab qo'shiq aytishni o'rganganman. Va ijod qilishni o'rganganman. Men o'zim o'ylaganman, o'zimning qo'shiqlarim bo'ladi deganman, lekin amalda bo'lmagan. Ustoz yonlarida yurib shu ijod qilishdi. Ustozim o'zlari shu bo'sh qoldi degandan qo'llariga sozni olib ijod qilardilar. O'zlari aytgan qo'shiqda hammasini o'zlari yaratganlar. Biz hozir endi kompozitorlar, bastakorlardan foydalanamiz. O'zimiz ham qilgan qo'shiqlarimiz bor, lekin o'sha narsalarni ko'p o'rganganman ustozimdan. Ustozda nechinchi yil o'tgan hozir? O'sha? Ha? Nechinchi yil olamdan o'tgan? 2017-yil olamdan o'tdilar. Shu oxirgi vaqtlar oldida bo'lganmisiz? Ha. Qancha vaqt? Kasal vaqtlardami yo adashmasam Hindistonga borib operatsiyadan qaytib kelganlar, shundaymi? Endi har bitta insonni odamzodning kamchiligi bo'ladi o'ziga yarasha. Bizning kamchiligimiz shu bo'lganki, meni kamchiligim yosh bo'lganmiz 2017-yil, endi necha yoshda? Hozir 8 yosh mayda bo'lganmizda hozirgi yoshimizdan. Hali juda hayotni nimalarini ko'p og'ir yengillarni juda bilgan odam bo'lmaganmiz. Ustozim bir Hindistonga borib keldilar. Licheni olib keldilar, yana keldilar. Shu paytlari haftasiga bir yoki 10 kunda bir telefonlashib borib turardim. Ollariga suhbat qurardik. Kattadan katta.
qo'ldan kelguncha xizmatlarda bo'lardim, qo'ldan kelguncha. U inson shunaqa inson ediki, hech qachon kimdandir nimadir kutmardilar. Shunaqa odatlari bor edi. O'zlari qo'ldan kelguncha o'zlari harakat qilardilar. Men ham lekin ozmi ko'pmi kamina bo'lsa ham shu taqdir qilgan shu insonga xizmat qilish, to'yda yurgan paytimiz ham qo'ldan kelguncha xizmat qilganmiz. O'sha betob bo'lib qolgan paytlarida ham bizga ozgina, ko'p emas, 100% xizmat qilish kerak bo'lsa, 5-10% taqdir qilgan xizmat qilish. O'shandan hozirgacha afsuslanamanki, ko'proq xizmat qilishimiz kerak edi ustozga. Juda ko'p. Chunki hozir mana shu etib sizning savolingizga bemalol qo'rqmasdan har xil masalalar, misollarni keltirib javob berishimizga ham, san'at sohasida o'zimizni o'rnimizga ozgina bo'lsa ham, kammi ko'pmi erishishimizga ham juda katta hissasini qo'shgan inson ustozim bo'ladilar. Joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Siz armon bo'lib qoldi dedingiz. Nimadir niyat qilgansiz o'sha kishiga beraman deb, lekin sizga o'sha narsa armon bo'lib qoldi. Albatta. Nimadir qilmoqchi yoki baribir armon bo'ladigan darajadagi narsa bo'lganmi? Albatta. Nima edi? Endi ko'p uylangan paytimiz ustozga shogird bo'lganimizda ikkitamiz bu yiliga uylanganman men. Shu yilning oxiriga uylanganman. O'sha payt to'y yopganmiz, boshqa qilganmiz. Lekin o'zim konsert qilib, yakkaxon konsert qilib shu insonni sahnaga chiqarib, xalq to'liga orzu havas qilgan niyatlarim bor edi-da. O'sha niyatimizga erisha olmay qoldik. Shunaqa bo'lib qoldi. Niyatimizga erisha olmay qoldik. Bitta choy bering, davom etamiz. Bitta olasiz. Ichib gaplashamiz. Xo'sh. Furqat Mirzayev mavzusida davom etsak, agar ko'p bo'lmadi desangiz, ularda hozir ustoz haqida qancha gapirsak shuncha kam. Hozirgacha ular qaysi qo'shiqlarni siz aytyapsiz yoki muxlislar aynan qaysi o'qishini qo'shiqlarni sizdan so'rashyapti? Ha, ustozni do'stlari, muxlislari ko'p. Hozir ayrimlari meni to'yga aytadi. Ayrimlari ustozimizning o'g'li Nihol mukofoti sovrindori ukamiz Anvarjon Mirzayevni aytadi. Meni vaqtim bo'lsa men boraman, Anvarjonning vaqti bo'lsa Anvarjon boradi, lekin ustozning o'zining shoh asarlari ko'p edi. Ayniqsa hozirgi sezonga to'g'ri kelayotgan Dovcha terib beraman, Dovcha terib beraymi, kel yonimga qo'shni qiz, la 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 ichi keldi, ko'chaga moychi keldi. Buyursin, topganlari to'ylariga buyursin. Keyin O'zbekistonim degan qo'shiqda iminnoy personalniy muxlislari bor. O'shani so'raydi borsak. O'sha nomingdan aylanay o'zbek to'yda o'sha vatan haqida qo'shiqni so'raydi. Ustoz o'zingizga yaxshi ko'radigan qo'shiqlarni ikki og'iz xirgoyi qilib berasizmi? Hamma qo'shiqlarni yaxshi ko'raman. Hatto bittasini. Men Dovchani ham yaxshi ko'raman, qo'shni qizni, Lalaychini ham, Buyursinni ham, Dilbarni ham, juda ko'p ijodlari. Lekin men o'zim shogird bo'lganimdan keyin o'shanaqa qo'shiqlari borligini bilgan bitta qo'shig'im bor-da. Shuni o'zim xirgoyi qilib, to'ylarda sostav bilan kelishib aytib yurgan paytimizda ustozning birinchi ijodlaridan bu Jamoliddin Xumiy qalamiga mansub Bora bilmasman degan she'rni ustoz kuyga solib qo'shiq qilganlar. O'sha qo'shiqni qiziqib xirgoyi qilib yurib qiziqtirib qo'yib, ustoz shuni boshqatdan aranjировка qilib aytganlar. Shuni ko'plik aytib beraman. Qo'ldan kelguncha. Loldir bunda zabonim dardimga ora bilmasman
ko'nglimda ham shinku g'amim yora bilmasman ko'p ezilding ey yurak bormi chora bilmasman talpinmagin ul yora yora bora bilmasman. Endi ozgina nima bor, kamchilik bor. Ustozlar mavzusida Ozodbek Nazarbekovni ham ta'kidlab o'tdingiz. U kishidan nimalarni o'rgangansiz? U kishi bilan ko'rishib, birgalikda yurib yo san'at yo'llarida nimadir birgalikda yurgan vaqtingiz bo'lganmi yoki Yo'q. san'atlari uchunmi? Ha, o'sha Ozodbek Nazarbekov birinchi qo'shiqlardan boshlab menga o'sha paytlarda nima deydi? San'atga qiziqib yurardik. Birinchi qo'shiqlardan boshlab men shu insonni qo'shiqlariga maza qilganman. Shu paytlari endi ko'p ham insonlar, ko'p muxlislar odamning qo'shiqlarini ayrimlari tinglardi, ayrimlari tinglamardi. O'sha yig'layapsan ko'zlaringda yosh degan qo'shiqlar bordi. Shu qo'shiqlardan boshlab eshitganman va shu kasetalari bo'lardi. Kasetalari bo'lardi. O'sha kasetasini boshidan oxirigacha yodlab olgan edim. Hozir endi ayrim sabablarga ko'ra esdan chiqib ketgan. Yodlab olgan edim. Va shu insonni ijodiga qiziqib o'qib yurgan paytlarimizda ham xuddi shu insonga qarab, o'xshatib, ashula aytib, o'zlarini yodlab aytib yurganmizda. Tadbirlarda ham aytganmiz. Tekda o'rtoqlarimizni to'ylariga borib bir juft navbat bersa aytganmiz. Va o'sha insonni aytib yurganimizdan keyin ovozimiz ham shu insonga o'xshab qolgan joylari bo'lgan. Va ustozga shogird bo'lganimizdan keyin ayrim insonlarning fikriga gap so'zlaridan keyin men o'zimni o'sha ikkita ustozni o'rtasidagi yo'lga tushirib olganman. Gibrid qilib, gibrid deydi-ku. Ustoz Furqat Mirzayev bilan ustoz Ozodbek Nazarbekovning o'rtalaridan shu bitta o'zimga shunaqa ovozni yasaganman. Ovozimni o'shanga moslaganman. Shunaqa ashula aytib o'rganganman. Ozodbek Nazarbekov ustoz bilan bir marta ko'rishganmiz. Bir insonlar sababli iltimos qilganman, shu ustoz bilan bitta ko'rish niyatim bor. 4 ta suhbatini olish niyatim bor deb niyat qilib, shu paytlari Samarqand shahriga to'yga kelgan payti borib to'yxonada ko'rishib tanishganmiz, salom alaykumganmiz. Shu bir marta ko'rishganman, lekin yonlarida yurib xizmatlarda bo'lmaganman. Hozirgacha aloqalaringiz bormi? Hozirgacha yo'q, hozirgacha aloqa yo'q. Endi bizda menda shunaqa narsa bor, salgina shu ustozlar bilan muomalada harakat qilaman, shu ustozlarning ko'ngliga tegib qo'ymasligi, kimgadir borib oldiga borib nimalardir desangiz, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. O'zingizdan qolar gap yo'q, ijodkormizlar, keyin to'ylar bor. Shu sababdan, boshqa sababdan shu ustozni yo'llariga kirganimizdan keyin boshqa qilib shu hech vaziyat bo'lmagan va imkoniyat ham bo'lmagan. Imkoniyat bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hech borib yonlarida bir hali suhbatlash planlarimiz bor ustoz bilan ham. Rejalarimizda bor. Yana bir mavzuga o'tmoqchiman, ya'ni otangiz va akangiz o'tganda. Buni xuddiki Furqat Mirzayevni ularga nisbatan arvoningiz qoldimi? Nimadir qila olmasdan. Har bitta insonni, har bitta farzandi, o'g'ilni birinchi hayotidagi ustozi va hayotidagi ko'miri deydi-ku, otasi bo'ladi-da. Otamga boya aytganimizdek, bitta o'g'il otasiga umri davomida 100% xizmat qilish kerak bo'lsa, 10% ham xizmat qila olmaganman. Lekin otam menga juda ko'p narsa qilgan.
Akam ham xuddi shunday. Akam yosh o'tib qoldilar. Ayrim sabablarga ko'ra. Bu narsa menga juda katta armon endi. Hamma taqdir bo'ladi. Xudoning taqdiri-yu, lekin juda katta armon bo'lib qolgan narsalardan eng kattalaridan bittasi. Yo'qdan bilaman akamni xizmat qila olmaganimiz. Men hozir tushuntirib bera olmayman sizga. Otangizni qaysi nasihatlarni haligacha o'zingizda qo'llaysiz? Otamni bitta gaplari, ustozim ham xuddi shu gapni aytganlar menga. Eshikdan seni birov so'rab keldimi? Eshikdan seni birov so'rab keldimi? San'atingni hurmat qilgandir. Yoki odamgarchiligingni hurmat qilgandir. Senga havas qilgandir. Hozir havas qilgandir. Hech qachon u insonni norozi qaytarma. Qo'lingdan kelgancha o'sha odamni hojatini chiqarishga harakat qil. Mayli. Senga sen aytgan narsani bera olmas. Sen aytgan e'tiborni ham qila olmas. Yoki sen o'ylagan narsani senga bera olmas. Mayli. Lekin baribir ko'nglini qoldirma deganlar. Ustozim ham xuddi shu gapni aytganlar, otam ham. Shu narsaga hozirgacha amal qilaman. Ayrimlar tushunadi u narsani, ayrimlar tushunmaydi. Lekin mayli, tushunmasa ham kimdir tushunardi, kimdir tushunmaydi, lekin biz o'sha o'gitdan tashqariga chiqmasdan ketaveramiz bir xil. Akangiz mavzusiga kelsak, agarda jiyanlaringiz ko'rib qolsangiz, ko'z tushganda ularga qancha darajada akangiz yo'qligini nima desam, to'ldirish kerak. Baribir siz amalki, baribir sizga qarab qaysi darajada otasini ko'rishi mumkin. Amaki ham qo'ldan kelgancha to'ldirishga harakat qiladi-yu, lekin otani joyini hech kim bosa olmaydi baribir. Hech kim bosa olmaydi. Endi jiyanlarim hali yosh, hali ko'p narsaga aqli yetmaydi. Lekin baribir harakat qilamiz. Shu jiyanlarimizda hali endi akam o'tganiga mana bir 10 kun qoldi, 1 yil bo'ladi o'tganiga. Qo'ldan kelgancha shu jiyanlarga ham juda katta xizmat qilib qo'yganimiz yo'q. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Shu yonida turishdi. Endi akam deganingizga farzand dog'i degan narsa bor. Onangizning ko'nglini qaysi darajada ola olasiz u narsaga? Ko'ngillarni ko'tarish, oldilarida borish. Boramiz, ko'nglini ko'tarishga harakat qilamiz. Lekin 10 ta bo'lsa o'rni boshqa deydi-ku. Meni ta'mim boshqa, ayam uchun akamni ta'mi boshqa hisoblanadi. Ikkoyam lekin farzand ta'mi, lekin boshqa ta'mi. Men bergan ta'mni akam bera olmagan, akam bergan ta'mni men bera olmayman hech qachon. Bu hamma tushunadi bu narsani. Juda qiyin masala. Shu yaqin yillarda mana otangiz, akangiz, undan oldin ustozingiz yig'lagingiz kelsa qanday tutib olasiz yoki yig'lash osonmi siz uchun? Endi ustozni birinchi men bitta narsani tushungan paytim odamga umuman insonga sizda do'stingiz bordir yoki mana operator do'stlarimizda ham do'sti bordir, qadrdoni bordir, akasi bordir, ukasi bordir, yo ustozi bordir, o'ziga yaqin insoni bordir. O'sha insonlarni birovga g'animatligini men ustozim olamdan o'tib qolgan payt tushunganman. Ungacha aytayapman-ku, yosh bo'lganmiz. Hozirgi aqlim o'sha paytlarda bo'lganda yonlarida ko'proq bo'lardi. Borib otamni yonida ko'p yurganman. Ustozimni yodimda ko'p bo'lmaganman, lekin o'zi aslida yig'lash yaxshi bir narsa emas. Lekin mana bu yerda bir narsasi bor, insonni yaxshi insonni yo'qotgandan keyin o'zingizdan qolar gap yo'q, beixtiyor yuragingiz eziladi-da. Shu ustozingiz o'tdi deb menga juda ko'p xabar kelgan.
4 oy Hindistonda yotganlarda ustozim o'tdi deb juda ko'p xabar kelgan, lekin men birontasiga ishonmaganman. O'tganlarda ham 8-fevral kuni o'tgan bo'lsalar, 7-fevral kuni o'sha ijtimoiy tarmoq orqali IMO degan bo'lardi. IMO orqali gaplashdik. Men studiyada edim. Yangi qo'shiq qilyapman ustoz, duo qiling Xudo xolasa. Yangi qo'shiq qilaman, eshitasiz. Deganimda yangi qo'shig'ingni qo'yib tur. Hay, yaxshi bo'lsin, iloyim zo'r bo'lsin. Bitta o'zing yaxshi ko'rgan qo'shiqda gitara cholib aytib ber deganlarda menga. Ijtimoiy tarmoqda. Kechagida ko'zimning oldiga turib. Menga hayotimda ustozim bitta qo'shiq aytib ber degan odam emasmi? Odam emas. 5 yil shogird bo'lib yurib, undan keyin mana 3 yil, 4 yil pashti boribda keldi qilib telefonlashib yurgan bo'lsam, biron marta falon qo'shiqda aytib ber menga degan odam emas biron marta. Men shunaqa xursand bo'lganman, ustozim mendan qo'shiq aytib ber deb so'rayaptilar. Deb shunday gitarani olib, shu gitara, akustik gitara bilan 4-5 ta qo'shiq bilardim. Shuni cholib aytib berdim bitta qo'shiq. Ikkinchi qo'shiqda aytayotganimda shu aloqa uzilib qoldi, shu bilan ertangi kunida shu xabarni eshitganmiz. Ishonmaganman. Uylarga borganman, qishloqdagi uylarda, akalari aytgan shunaqa bo'lib qoldi deb. Baribir ishonmaganman. Baribir ishonmaganman. Ertangi kuniga 8 bo'lsa 9-fevral kuni adashmasam yoki 10-fevral kuni 9 bo'lsa kerak. Shu qabristonga borib shu qabrni kavlashdi. Qabristonni shayxi mana shu yerdan kavlaysizlar deb ko'rsatgandan shunda lapatkani urib qabrni kavlashni boshlagandan bilganman o'sha haqiqatdan ham o'tgan ekan deb ko'zimga yosh kelgandi. O'shanda o'zimiz to'xtata olmaganmiz. Endi unaqa davrda, unaqa vaziyatdagi tuyg'ularni yoki qanaqadir qalbni o'tkargan narsalarni tushuntirib berish qiyin. Otamga, akamga kelsak, birinchi akam o'tib qoldilar. Akam o'tgan kunlari shu syomka dedik biza. Yangi klip syomka qildik, yana muxlislar uchun og'ir qo'shiqlardan aytib syomka qildik. 3-4 kun mazalar bo'lmadi, balsa dedilar. Borgunimcha uspet qilmadim-da, o'tib qoldilar-da. Endi unaqa davrda, unaqa vaziyatdagi tuyg'ularni yoki qanaqadir qalbni o'tkargan narsalarni tushuntirib berish qiyin. Siz ham sahnaga, to'yga ko'p chiqasiz. Aynan sizdek holatdagi odamlar sizdan so'rash mumkinda, ota haqida yo aka haqida aytib bering desa. Shuni aytayotgan vaqt o'zingiz ham ta'sirlanasizmi? O'zingiz, otangiz, akangiz eslab. Otam, men ijodni boshlaganimda otam haqida, akam haqida, ayam haqida, singlim haqida, ukam haqida qo'shiq qilaman deb o'zimga o'zim maqsad qo'yganman. Va otam haqida qo'shiq qildim. Otamni kliplariga chiqardim. Va sal ijodga injiqroqman men. Onam haqida she'rni, ko'nglimga yoqqan she'rni topgunimcha, akam haqida bir yaxshi she'r kelib qoldi. Shu akam haqida she'rni oldim, men akam haqida qilaman deb. She'rni olganimdan ozgina o'tmasdan akam shunaqa bo'lib qoldilar-da, olamdan o'tib qoldilar. Va qolib ketdi, mana yaqinda balkim xabarlaringiz bor. 10 kunlar bo'ldi. O'sha premium qo'shiqni MP3sini premyera qildik Neo Music kanalida. O'sha qo'shiqlarda otam haqida qo'shiq so'raydi. Otam haqida aytsam, o'zi o'sha otamning qo'shig'ini aytaman. Otam qo'li yelkamda tursa degan. Joy keladi, fonogramma aytaman, ilojim yo'q. Ta'sirlanasiz. Aytolmayman, jivo aytolmayman. Chunki otam ko'zimning oldidan ketmaydi. Kliplari hozir texnikalar rivojlanib ketdi.
restoranlarda, to'yxonalarda ekranlar bor. Orqada turguchi bor, oldingizda turguchi bor. O'sha paytlarda ayta olmayman xullas. Qiynaladi odam. Otangiz o'tgandan keyin tushingizga kirdilarmi? Biror bir gap aytdilarmi yo bo'lmadimi? Bir martagina tushimga kirdi. Bir martagina balki mendan ko'ngillari to'qdir, balkim mendan rozidirlar. Lekin bir martagina tushlarimga kirdilar. Tirik edilar u payt, lekin anadir. Meni fikrimcha tirik edilar. Hech akaman, otaman hech tushimga kirmayapti. Qaysidir vaqt ikkovlaring bir vaqtda tushingizga kirib qolsa, ularga nima degan bo'lardingiz? Keling, oldingizga keldilar, u qushlarni ushlabmi yoki yonlariga o'tiribmi, nimadir biror narsa degan bo'lardingiz? Ko'p gap aytsa bo'ladi. Mendan rozi bo'lishini so'ragan bo'lardim. Chunki akam o'tishlaridan oldin mendan rozichilik so'raganiga hazil qilganman-da akamga. Aka, hazillashmang aka. Yaxshi turishingiz hech qanaqa kasalingiz bo'lmasa, nimaga bunday deyapsiz? Deganman, qo'yganman. Lekin otamdan so'ramaganman. Chunki to'g'ri o'tishlaridan oldin akamdan 4 oydan keyin otam o'tdilar. Akam mayda o'tgan bo'lsalar, otam sentyabrda o'tdilar. Yonlarda bo'ldim, o'tishidan oldin 1 oy, 2 oy pashti, 2 oylar faqat больницada o'tdilar umri. Yonlarda bo'ldim. Lekin shu oxirgi kunlari esimdan ketmaydi, lekin ko'zimni oldida. Aynan o'sha vaqtlar sizga to'yga chiqib, to'yga borib, Otam o'tgan kunlar, shunday o'tgan kuni to'yim bor edi, ertalab nahorim bor edi, kechga vechirim bor. To'yga chiqib bir kun oldin uyda biron hafta 10 kun больницada yotdilar. Respublika tez tibbiy yordamda yotdilar. Keyin zerikdim, meni olib ket dedilar, uyga olib keldim. 2-3 kun yotdilar, yana ozgina mazalar bo'lmaganda Tayloqda больницаga olib keldik. Jonlantirish, reanimatsiyaga kirgizib ketdi. O'sha kundagi holatlari ko'zimning oldidan ketmaydi-da. Meni otimni aytadilar faqat, chaqir derdilar. O'g'illariga bir ikki kirib chiqdim, so'rab, iltimos qilib. Ertalab endi qishlog'imizda, o'zimizning qishlog'imizda bir yaxshi ukamiz to'y qilyapti. Orzu havasli to'y. Ukam, siz borib akademiyangizda oling, mayli hay biron soat 2 soat, keyin biron soat 2 soat damingizda oling, keyin nima qilamiz, ertalab xizmatingiz bor dedi. Ha, borib bir 2 soat, 3 soat dam oldim oqshom. Shu ertalab nahorga chiqaman deb uydan chiqdim. Uydan chiqqanimdan keyin shunaqa gapni eshitdim-da, keldim. To'yga ham borolmadik, shu bilan olib ketdim. Do'stlar, shogirdlar chiroyli o'tkazib berishdi. Shunaqa musibat qoldi shunga. Endi u davrdagi nimalarni hech qiyin masalada xullas. Ha, endi bu mavzudan sal boshqa mavzuga o'tsak, shunday qilaylik. hayotingizda bir daraxt deb olsak, uni ildizli vaqtdan to hozirgi vaqtgacha qanaqa qiyinchiliklar o'tdi? San'atdagi, hayotdagi o'xshashlar hammasi. Men eng qiyinchilik ko'rgan paytimni aytsam sizlarga, endi hamma erkakda, yigitda bo'ladi, ko'plarda bo'ladi. Men bilmayman kim aytgan. Yaqinda eshitib qoldim. Meni otam eshagavarib arabada yurgan, men nimada yuraman dedi, mashinada yuraman, Mercedesda dedi, o'g'lim Mercedesda samolyotda yuradi dedi. O'g'limning o'g'li ham shunday, uni o'g'li uje yana eshak arabada yuradi degan gapni eshitganman-da. Kuchli davr kuchsizlarni keltirib chiqaradi, kuchsiz davr
yillar keltirib chiqaradi deganda eng qiynalgan paytlarimiz o'sha studentlik, talabalik paytlarimiz juda qiynalganmiz. Biza otam xudo rahmatli bir yaxshi joyda ishlardilar, boshliq bo'lib. Haligi o'zimizga to'q oila edik, juda. O'zimizga juda to'q oila bo'lganmiz yoshligimda, maktabda o'qib yurgan paytlar. Shu institutga kirgan paytimiz, birinchi yil kontraktga kirganman. O'sha paytda unaqa sharoit yo'q edi. Kontraktga o'qiy olmaganman. Yo'q, o'qimayman deganman. Bu yilga harakat qilib, shu grant asosida byudjetga o'qishga kirib, o'sha byudjetga o'qishga kirganim paytlarim, o'qishda o'qib yurgan paytlarim ko'p kursdoshlarim bilardi, ko'plari bilmardi. Juda qiyin vaziyatlar bo'lgan. Uyda ayrim sabablarga ko'ra shu ishlar orqaga ketib, hech qanaqa daromad kelayotgan joyi yo'q. Kerak bo'lsa, xuddi uydagi ro'zg'orni nimalariga yeyib ichishga ham kerak bo'lsa, sharoit bo'lmagan joylari bo'lganda, endi o'zingiz bilasiz, shaharga borib o'qish o'ziga yarasha mablag' talab qiladi, yo'l kira kerak, boshqa qilib kerak. Eng qiynalgan paytim o'sha paytda bo'lgan. Joy kelsa, jo'ralarimiz, do'st kursdoshlarimiz abedga yaqin kelaversa, qayergadir abedga borish kerak, abed qilish kerak, tushlik qilish kerak. Shu abedga yaqin kelaversa, o'zimni aldab boshqa joyga qochib ketgan paytlarim ko'p bo'lgan, juda ko'p. Va Sartepodan Pedinskga qatnardim. Keyin tog'im bu yoqdan O'zbekistonskidan hovli sotib oldilar. O'zbekistonskiy ko'chadan Pedinskga qatnaganman. Aksariyat paytlarda piyoda borib kelganman o'sha joyga. Sovuqda bo'ladimi, qishmi, farqi yo'q. Aksariyat paytda Sartepodan ham o'rdalab Pedinskga piyoda borib kelardim. O'zbekistonskidan ham piyoda qatnaganman. Chunki sharoit shunaqa bo'lgan. Ba'zi insonlar negativ gapirishi mumkin. Ya'ni sizga, bu ishing osonda, bitta mikrofonda zo'r pul ishlayapsan deydi. Lekin orqasidagi qiyinchilik bo'lmaydi-da. Shunaqa odamlarga qanday tushuntirib berasiz qiyinchiliklarni? Xo'sh. Bunaqa odamlarga endi negativ aytgichlar ayniqsa ko'pincha hammani hayotida bo'ladi. Ularga tushuntirishni aslida foydasi yo'q. Lekin o'zi o'sha holatga tushmasa, baribir tushuntirish qiyin. Hay, men aytdim-ku boyagida, negativ bildirsa, endi o'zini fikridan men unga hech narsa deya olmayman. Chunki men o'zim bilaman. Hozir ko'plar savol beradi menga. Endi bu balkim neftemi bo'lishi mumkin, mavzudan tashqarida bo'lishi mumkin. Nimaga deydi, siz deydi, shuncha ijodingiz bor, shuncha qo'shig'ingiz bor, hamma taniydi sizni. Men deydi, Qashqadaryoga borib deydi, sizni qo'shig'ingizni eshitdim yoki Surxondaryoga borib yoki Vodiyga bordim, bitta to'yxonada sizni qo'shig'ingizni aytayotibdi. deydi. Lekin deydi, sizni turmush tarzingiz yoki yurish turishingiz o'shanga mos emas, deydi. Men aytaman shunga. O'sha vodiydagi yoki Qashqadaryodagi qaysidir xopimizni yoki do'stimizdir yoki shogirdimizdir yoki tengdoshimizdir, hamkasbimizdir. O'sha meni qo'shig'imni aytishi uchun ko'p narsadan voz kechganman men. Shu o'zimni qo'shig'imni shularga ayttirishim uchun ko'p narsadan voz kechganman va ko'p qiyinchiliklar ko'rganmiz. O'zingiz mana do'stlarimiz biladi, operator do'stlarimiz ham bitta ijod qilib, ayniqsa bitta o'zingizni qo'shig'ingizni chiqarishda o'zi qancha mashaqqat va uni klip qilishda o'zi вообще bilasiz. Qancha vaqt, qancha mablag' ketadi bunga. Qancha vaqt ketadi. Hozirgi vaqtga mualliflik huquq degan narsa kuchayib ketdi. Ko'pchilik talab qilyapti. Ya'ni o'zi qo'shiq aytganga ruxsat bermayapti yoki internetga o'sha qo'shiqni aytib qo'ysangiz taqiqlab yoptirib yuboryapti. Sizchi boshqa siz aytganlarga talabmi yoki meni qo'shig'im buzib aytmanglar yoki aytmanglar degan darajada bo'lganmi? Yo'q. Ko'proq ruxsat berib qo'yasizmi shunga? Yo'q, men qo'shig'imizni to'ylarda
tantanalarda aytishga ruxsat beraman. Kim so'rasa. Xursand bo'laman, chunki ijodni maqsadi shu. Mana men ham kimnidir qo'shiqni aytaman-ku to'yda. Ustozlarning qo'shiqni aytaman. O'zimdan mayda bolalarda ham qo'shiqni aytaman, ma'qul bo'lsa. Bu ijodkor uchun baxt. Lekin men qilgan, o'zim uchun qilgan qo'shiqni, xalqqa bergan qo'shiqni o'ziniki qilib aytishiga yo'l qo'ymaymiz. O'ziniki emas deb. U aytsin, bu ustozlarning qo'shiqlaridan desin yoki o'sha ijtimoiy tarmoqqa tagiga falonchi akani qo'shig'i desa u boshqa gap. Mayli ijtimoiy tarmoqqa misol uchun qisqa metrajda nimalar qo'ysin. Lekin o'zini bizni meni ishlagan yoki qo'shig'imni yoki menisini olib yoki muzikasini olib qo'yib, ashulalarni aytib, klip qilib chiqarishga ruxsat yo'q-da. Lekin to'ylarda bemalol aytib uradi, bemalol. Shu yaqin kunlarda Yulduz Usmonova video chiqardilar. Ha. Va shu ancha vaqt oldingi qo'shiqni egalari yoki o'shani yozgan inson qaysi qarindoshlari mualliflik huquqi deb pul talab qilyapti. Shunga e'tibor beringlar deb. Siz bu narsaga siz qanday izoh berasiz? To'g'ri fikr bu, chunki Yulduz Usmonovalar shunday ustoz san'atkorlarda juda katta ijodi, juda ko'p ijodlari bor-da. Endi uni bir xil 20 yil oldin bo'lgan. O'sha 20 yil oldin boshqacha bo'lgan. Bitta shoir she'rini bitta taniqli hofiz yoki xonanda qo'shiq qilib aytsa xursand bo'lgan. Xursand bo'lgan. Degan men o'sha keyin o'sha shoirga qanaqadir motivatsiya bo'lgan-u, yana ilhomlanib, yana she'rlar yozgan yoki bitta yozib qo'ygan, shu bilan endi havaskor shoirlar bitta zo'r she'r yozib qo'ygan. Shularni kimidir hozir chiqyapti-yu, aqlli mana o'sha mualliflik huquqi, gildiya degan narsa paydo bo'ldi-ku bizga ham. Endi bunga bir 4-5 yillar bo'ldi paydo bo'lganiga, keyin u 5-6 yil bo'ldi. O'sha bo'lgandan keyin qaysidir san'atkorni bir marta bittasi chiqib ishlab pul oldi-ku, yozib. Ha. Ularga o'sha pul olgani motivatsiya bo'ldi. Ha, qolganlar pul undiraman deb. shu narsani Talab qilib qo'yapti. Shunaqa qilyapti-da. Bu men o'ylayman noto'g'ri fikr. Endi misol uchun balkim mana bu katta ustoz san'atkorlar Yulduz opaga, Usmonovaga yoki boshqa shu kishiga o'xshash katta ustoz san'atkorlar, xalq artistlariga ayrimlariga o'sha qo'shiqni azmagan gonorarini to'lash kerakdir. Balkim, meni fikrim bu. Lekin bir marta to'lar, 2 marta to'lar, 3 marta to'lar, 4-chisiga jahli chiqadi-da. Endi bu qilgan qo'shiq qilganiga 20 yil bo'lgan, endi kelyapti. Meni she'rim edi yoki tog'amning she'ri edi deb kelyapti. U noto'g'ri-da u narsa. Ha, bo'lmasa siz bilan san'atni boshlagan insonlar bor-ku, qaysilaridir hozir bilan shu davom etyapti, lekin qaysilarni tashlab ketdi. Shu tashlab ketganlarga nima izoh bera olasiz? Ular qiziqishmadimi yo ular sal qiyinchilik ko'rib, menga emas ekan deb ketaverdimi? Shunday. Shunaqalari ham bor. Qiyinchiliklarni ko'rib, o'sha san'atni qiyinchiliklariga dosh bera olmay, chetga ketganlari bor. Chet el safarlariga va o'zini sog'ligi yomonlashgani, sog'ligi ko'tarilmaganligi sababli ham san'atni tark etgan do'stlarimiz bor. Endi hamma narsa o'sha san'atni tark etishiga nimadir sababchi bo'lgan. Juda kuchli sababchi bo'lgan. Bir xillari irodasi pastlik qilgan. Kimnidir irodasi zo'r, lekin imkoniyat yo'qlik to'g'ri kelmagan joylari ham bor. Keling, faraz qiling, qaysidir vaqtda nimadir sabab bo'lib shu san'atdan chiqish kerak edi. Chiqib ketasizmi? Ovozmi yo oilaviymi yo nimadir sabab bo'lib shundan chiqishga to'g'ri kelyapti. Chiqib ketasizmi? Men agar raqobatga dosh bera olmay qolsam chiqib ketaman. Ha, raqobat bo'lsa. Lekin Xudo qanaqadir, Xudo iloyim nimamasin, qanaqadir sababni bizga yoki taqdir qilib qo'ysa agar majbur. O'shanda ham balkim ashula aytmasdan boshqa ishlar qilishimiz ham mumkin san'at sohasida. Shunday. Hozir men sizni kuzatib boraman. Har yil qaysidir klip yangi chiqarasiz-da. Ko'pchilik asosan 80-90% kliplaringiz Toshkentda olinadi va mashhur insonlar bo'ladi.
Lekin siz bilan baravar ishlayotganlar ko'pchiligi faqat trek bilan. Ularga nima mablag' yetishmaydimi yoki ular faqat shu to'ylar uchun shunchaki muzikani chiqarib qo'ysa bo'ldimi? Hamma narsaga orzu havas sabab. Yoshlikdan yoki hozirda kecha kunduzda orzu havas sabab. Men xuddi ustozimday xohlaymanki, endi insonning umrini qanchaligini Xudo biladi. Kim vaqti keladi, hammamiz o'tamiz-ku. O'sha o'tganimizdan keyin ham meni qo'shig'imni kimdir aytsin. Kimdir yoki hozir tiriklik paytim ham men aytayapman-ku, xursand bo'laman. Vodiydan telefon bo'ladi, yoqdan bu yoqdan telefon bo'ladi, so'raydi qo'shig'imizni ustoz yoki do'stim, qo'shig'ingizni aytsak mayli, bemalol. Men shu bilan maza qilaman. Hozir men aytmoqchimanki, siz ijod namunangizni asosan mashhur insonlar bilan olib chiqasiz-da. Boshqa insonlar shunchaki trekda o'zini chiqarib, o'zlari shunchaki o'sha muzika bilan video chiqarishadi-da. Nima sabab? Ijodga sal injiqroqman. Hamma misol uchun kompozitorlar, bastakorlarimiz ham menga ko'p tavsiya beradi. Mana bunda qo'shiqni, mana bu qo'shiq deb tavsiya beradi-da. Ko'rsatadi, borib so'rasangiz. Ko'nglim yoqmasa olmayman xullas. Ijodga injiqman. Qo'shiqda iloji boricha yaxshi qo'shiq tanlayman va o'sha yaxshi qo'shiqda yaxshi insonlar bilan yorib berishni xohlayman. U bilasiz, u narsa juda katta mablag' talab qiladi. Mablag'dan nima qilmayman. Ma'lum qo'limdan kelguncha shu xalqimizni shu ko'ngligidagidek o'sha nima dunyo qarashdagidek kliplarni ishlab berishga harakat qilamiz. Qo'shingiz bor. Men o'g'ilga alishmasman qizlarim. Bu narsani siz nimagadir ta'sirlanib aytgansiz yo biror kishi kelib aytganmi shuni chiqarib bering yoki shuni ayting yoki qizingiz uchun aytganmisiz? Endi qizingiz ham yaqin orada balkim yaqin yillarda to'y bo'lishi mumkin. Yo'q, bir tarafdan qizimiz ham sababchi. Endi meni bu qo'shiqni aytishga sababchi aslida O'zbekiston xalq hofizi Soyib Niyozov ustoz bu qo'shiqda birinchi shu inson aytganlar. Shu she'rda kuy bastalar aytganlar. Shu insondan birinchi marta eshitib ilhomlanganman, ta'sirlanganman. Yonimdagi bir do'stim bor edi, sozanda Ozodjon. Ikkovimiz shundan ta'sirlangan holda shuni birga ishlaymiz, shu qo'shiqni o'zimizni yo'nalishimizga qilib chiqamiz deb she'rlarni topib, shoirlarni topib, shoirimiz Buxorolik shoirimiz Kamoliddin Shukur qalamiga mansub bu. O'sha insondan so'rab shu qo'shiq she'r ma'qul bo'lgani uchun qo'shiq qilganmiz. Va xalqimizga juda ko'p joyga borsak shu qo'shiqimizni so'raydi. Iltimos qiladi, aytamiz. Sizni qo'shiqlaringizni juda ko'pchiligi oilaviy mavzular. Ya'ni ota, ona, aka shular ichida muhabbat yoki boshqa vatan haqidagi o'zingizni mualliflik qo'shiqlaringiz bormi? Muhabbat haqida. Endi juda muhabbat haqida emas, shu qanaqadir temalarda bor. Endi aksariyat ko'plar ham menga aytadi, ko'plar aytadi menga haqiqatan ham siz deydi, faqat shu tema qo'shiqlar qilasiz. To'yiga moslab yoki oqibatga moslab deydi. Endi menga shunaqa ijodlar ko'proq keladi. Shunaqa ijodlar. Niyatlar bor muhabbat haqida. Aytayapman-ku, ijodga qo'shiq qilishga juda injiq taraflarim bor-da. Men injiqda qo'shiq qilishga injiqman. Ijodga injiqman. Shu sababdan hali muhabbat haqida yoki vatan haqida o'zimga ma'qul she'r menga uchramayapti. Agar o'zimga ma'qul she'r menga uchrasa, vatan haqida ham, muhabbat haqida ham yoki do'st haqida bo'lishi mumkin. Yaqinda do'st haqida ham qildim. O'sha narsa menga uchrab qolsa, albatta o'sha mavzuni qo'shiq qilamiz. Albatta qilamiz. Hozirgi vaqtda Samarqandda o'zingiz eng zo'r deydigan, deb hisoblaydigan sozandalar kim? Sozandalar endi har xil sozanda bor. Arganchi bor, doirachi bor, sozandalar bor. Endi juda Samarqandimizda mohir sozandalar ko'p. Qolganlarning ko'ngli qolmasin, hammasini hurmat qilamiz. Lekin arganchilardan men Ozod Jo'rayev o'zimizni tayyorlaylik. Sheroz Latipov hozir men bilan ijod qilyapti, birga ishlayapti. Arganchilardan
ko'p, juda ko'p. Jamshidjon bor, Shohruxjon bor, Argancham, sozandarmi. Doirachilardan Shuhrat akam, Ro'ziboyev, Shurik aka deydi hamma. O'zimizdan Bog'zondan. Ikrom aka, Firdavsjon do'stimiz bor, doirachi. Va hokazo. O'zimizda mana ko'p, mana Dilshod akam borlar. Juda ko'p mohir sozandalarimiz ko'p Samarqandda. Gitaristlardan Xurshid do'stimiz bor, No'monov. Fazliddin bor, do'st ukamiz, shogirdimiz. Yana qaysi sozanda? O'zingiz uchun idealni deb biladiganlar. Hammasi shu aytganlarimning hammasi ideal, haqiqatdan ham ko'ngilni topayotgan o'zi. Endi qo'shiqchilarga o'tsak, o'zingizni yosh davringiz bo'yicha eng zo'rlardi kim? O'zimni ravesniklarim. Ha. O'zingizdan birga boshlaganlar yo o'zingiz bilan tengdoshlar shu orada. Tengdoshlar ham 1 2 3 4 2 yosh, 3 yosh mayda. Farqi yo'q, ha? Agar o'zimdan maydaroq shu taraf pokoleniyani hisobga olsak, men ijodini hurmat qilayotgan san'atkorlar ko'p, juda ko'p. Do'stimiz Sanjarbek Abduvohidov bor. Sanjar Abduvohidov bor do'stimiz. Baxtiyorjon Mavlonov, Otabekjon Abdualiyev. Ko'p, juda ko'p san'atkor do'stlarimiz. Bahodirjon Umirov bor o'zimizda. Niyoz Hamroyev o'zimizdan. Endi G'iyos Obloqulovni juda san'atini hurmat qilaman, juda ham hurmat qilaman. Shu ko'p, yana ko'p, juda aytsam juda ko'p. Chunki men o'zim injiqroq san'atkor bo'lganim uchun o'sha talabimga javob berayotganlari ko'p. Bor, javob bermayotganlari ham bor, lekin ko'proq talabimga javob berayotganlari ko'p juda. Ha, siz endi san'atkor asosan to'y bilanda daromad. Mana shunaqa moment bo'lganmi? Kech qoldi. Bo'lgan. Probkaga tushib qolish. Bo'lgan. Anaqa desam. Probkaga tushmaganmiz. Tushunmovchilik bo'lgan, yaqinda bo'ldi. O'zimning juda qadrdonim bor. Xuddi sizlarning sohada, syomkada video studiyasi bor, Rustam video, sizlar tanishlaringiz kerak. O'sha Pobeda kolxozidan, Konigildan. Rustam video o'g'li Dostonjonga ukamizni shu non sindirish marosimi, Fotiha to'y marosimiga bizni taklif qilganlar. U kishi xo'p deganmiz. Ayrim sabablarga ko'ra chisloni so'raganlar, ha, bu shucha chislo bo'shman deganman. Shundan keyin telefon qilmaganlar deb o'ylaganman men. Lekin men to'yda ashula aytayotgan paytim telefon qilganlar, shogirdim ko'targan. Hoji akam, Rustam hoji akam nimalardir deganlar. Bo'l o'zlari telefon qiladi deb o'chirgan shogirdim shu bilan qolgan shu turish masala. Bu odam bo'ldi aytdim degan u kishini esidan chiqib ketgan. Men hech qachon birovni to'yini parod qilmayman-da, unaqa odatim yo'q. Va shu kuni soat 11 da xabar bo'lsa, 10 da telefon qilyapti hoji akam. Yaqinda bo'lgan voqea. Shu bultur sentyabr oyi. Ha, Sanjar kelyapsizmi deyapti. Qayerga borishim kerak deyapman. Hazillashmang deyapti. Yo'q, qayerga borishimni ayting deyapman. Ya aytdim-ku sizga 7-chiga shunaqa fotiha qilyapman deb. Aka aytganingiz yo'q deyapman. Ya aytuvdim deyapti. Ya aytuvdingiz, lekin vaqtini aytganingiz yo'q-ku deyapman. Bo'ldi deyapman, bo'ldi yes deyapman. Yarim soat emas, 50 minut soatga qarab guruhni yig'ib borib xizmatni boshlaganmiz. Juda noqulaychilik bo'lgan. Undan oldin bo'lgan voqealar bitta-ikkita bo'ladi. Lekin atayna qilmaymiz u narsani. Shunday qayrim sabablarga ko'ra shunday bo'ladi. To'ylarga eng ko'p so'raladigan qo'shig'ingiz qaysi? To'yga ko'p so'rayotgan qo'shiqni, endi bu o'zimning qo'shig'im emas lekin. Shu qo'shiq ustozlarga havas qilib aytgan singillarni yo'qlab turing degan qo'shiq bor. Ustoz san'atkor Jaloliddin Usmonovning qo'shiqlari. Shu qo'shiqni ko'p so'rashadi mendan. Keyin men o'g'ilga alishmasman qizlarimni va bumbaka bumbak sinfdosh qiz tegib ketdi. Shu 4 ovni ko'p so'rashadi. Eng ko'p so'raladigan. Men kecha sizni Instagramingizda ko'rib chiqdim-da. To'g'ri aytsam negativ ko'rmadim. Umuman bunga sabab nima? Balkim e'tibordan chetda qo'yganmiz balkim. Yo'q, sizda kommentariyalar ko'p, like bosishlar ko'p. Nima desam, prosmotrlar juda baland, lekin birorta joyda ko'rmadimki sizga nisbatan negativ, qaysi qo'shig'ing bo'lmadi yoki nimadir degan narsani ko'rmadim. Ba'zilar so'ragan, sizni qo'shig'ingizni aytadi juda
ba'zilar sizga hazillashib yozgan kasbdoshlaringiz. Ha. Shunga nima deb o'ylaysiz? Negativ bo'lmagani bir tarafdan yaxshi, bir tarafdan yomon. Negativ bo'lsa, misol uchun meni fikrim boshqa, sizning fikringiz boshqa. Men o'zimning qo'shig'imni hech qachon nechta qo'shiq qilgan bo'lsam, birontasi menga juda o'zimga rosa ma'qul bo'lmagan. Bitta shu aka degan qo'shig'im yaqinda oxirgi premyera bo'lgan qo'shig'imiz o'sha salgina ma'qul bo'lgan o'zimga. Qolganlari birontasi o'zimning ideyalarimdek bo'lmagan, lekin balkim tushunmayman shu. Lekin negativ bo'lsa yaxshi baribir. Baribir yaxshi, bitta ikkita negativ bo'lib turishi kerak. Endi sizni ham bizni ham hammamiz sohamiz madaniyat va san'atda. Madaniyat degandan nima tushunasiz? Madaniyat degani o'zi aslida madinaliklar degan so'zdan arabcha so'zdan olingan. Madinaliklar degan ma'noni anglatadi. Madaniyat shu odam insonni, san'atkorni yoki oddiy insonni yurishtirishi, odamlarga qilayotgan muomalalari, общениялari, o'zini tutishi, kiyinib yurishi, o'shalarni madaniyat deb tushunadi. Madaniyatga qarshi so'z, madaniyatsizlik. Hozirgi vaqtda sahnada madaniyatsizlik qilayotgan yoshlar ko'p, biladingmi? Hozir endi ularga hech narsa deya olmayman men. Internetda ham ko'payib ketdi. Juda ko'p hozir. Chunki bitta narsani aytib beraman. Endi balkim buni qo'yasizlar, lekin aytayapman-ku, ustozlardan uzr so'rayman. Ustozlarimizdan uzr so'rayman. Ilgari bizlar to'yga borsak yoki to'yga borsak, yo marakaga borsak, yoki boshqa mana bu stalovaga borsak, yo osh olib kelardi, yoki go'sht, kabob yoki stol ustiga ko'rsalaringiz kam narsalar turardi va odamlar shuni yerdi. Shunga yarasha fikrlardi. Asl narsalarni yerdi, asl. Hozir men o'ylayman, o'sha taomlanishimizga qarab fikrlash qobiliyati ham ko'plardiki, ayrimlardiki, hammaniki emas, ayrimlardiki shunaqa bo'lib boryaptiki, avval osh yegan yoshlar hozir o'zingiz bilasiz nima yeyapti? Lavash yeyapti. Lavash yeyapti, pitsa yeyapti. Uni ham o'ziga yarasha ta'mi bor. To'g'ri, yevropeyskiy ovqat yoki bir narsa yeyapti. Oshqozonni shuni hazm qilyaptimi? Undan zo'rini hazm qila olmaydi. Hozir qo'y yog'idan bir narsa qilib bering, yesa, ikki o'ziga kelmaydi. Ongi ham shunga qarab. Zo'r narsalarni nima qila olmaydi. Shu hozir betituruqlik, tavba qilinib qo'pol bo'lsa ham betituruqlik bilan chiqayotgan insonlar juda ko'p-da. Odamlarga shu ma'qul. Juda shu ma'qul ko'plarga. Men hozirgi o'sha yoshlarga yoki chiqayotganlarga hech narsa deya olmayman. O'ziga ib ko'rgan narsani qilaveradi. Iloji boricha harakat qilish kerak. O'sha madaniyatli, yaxshiroq inson bo'lishga harakat qilish kerak. Meni fikrim. Bugungi intervyumizda ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bizga shu yerda intervyumuzni tasvirga olish uchun yordam bergan Aromat restoraniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sanjar aka, mana bugungi taklifimizga rad etmasdan kelganingiz uchun rahmat. Maroqli suhbat uchun. Agarda savollarimiz sizni qiynab qo'ygan bo'lsa yoki qaysidir darajada ko'nglingizga ozor berib qo'ygan bo'lsak, uzr so'raymiz. Bizlarning intervyumiz haqida o'zingizning shaxsiy fikringiz. Shaxsiy fikrim menga ma'qul, lekin bizni tomosha qilayotgan insonlarga bitta narsani uzr so'rab aytib qo'yaman. Men o'zim iltimos qilganman. Abdulatifdan ham, do'stlarimizdan ham boyinagi boshqa intervyularga qaraganda sal farq qilib tursin. Men bilan intervyu qilganingiz men haqimda ozgina ma'lumotga ega bo'lsin, ko'rayotgan insonlar deb o'zim iltimos qilganman. Shuning uchun boyagi to'yga yurish, qanaqa mashinada yurish, nech pulda yurish, shunaqa narsalar, shunaqa savol bermang deganim uchun mana bermadilar. Rahmat. Lekin intervyu malades, gapi yo'q. Omad. Siz kabi men ham mana shu Aromat restoraniga va Anisjon ukamizga
kattadan katta rahmatlar aytamiz mana shu taklifimizga yo'q demagani uchun. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Xonadonlaringizda to'ylar bo'lsin. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Yubiley to'ylar qilingizlar, nikoh sunnat to'ylar qilingizlar. Biz borib sizlarga chin yurakdan xizmat qilish bizga nasib qilsin va sizlarning xursandchiligingizga sherik bo'lsak, biz o'zimizni baxtiyor his qilamiz. Sog' bo'linglar. Muxlislar uchun ham tilaklar. Muxlislarimizga hozir aytdim-ku, shu yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum arimasin. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Mana shu tinch yurtimizda, tinch zamonda faqat xursandchilik, yaxshi insonlarni, qadrdonlarni, yaqinlarni ko'nglini ovlash sizlarga nasib qilsin. Ko'nglini ovlash, yaqinlaringizni, ota-onangiz bo'lsa, ota-onangizni, aka-ukangiz bo'lsa, aka-ukangizni, yaqinlaringizni qadriga yeting. Qadriga yeting. Meni sizlarga aytayotgan yaxshi tilaklarim shu. Hamisha qadri baland insonlardan bo'lib yurishlaringizni sizlarga tilab qolamiz. Sog' bo'linglar. Bizni kuzatib boruvchi muxlislar, bizni videomizni oxirigacha ko'rganingiz uchun hammangizga rahmat, salomat bo'ling.